Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Fasatchi bolalar, fasatchi ishbozlari. Mana ko'rib turganingizdek, sho'rlar xonadon egalarini ko'p yillardan beri qiynab hisob keladi. Sho'r devorlarimizni egallab bo'lgan. Buni yechimi topildi. Mana biz hozir Bog'ot tumani 40 kelamiz. Shunaqangi fasatli tilka ko'rinishdagi ishlarimizni qotirib berdik. Joyimiz 85 kvadrat bo'ldi. 3D ko'rinishdagi ishlarimizni qotirib berdik. Manzilimiz akalar Farg'ona viloyati Bog'ot tumani Konzar mushoyda joylashgan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor, kelishilgan narxlarda. Kvadratlarimiz 190 ming, 200 mingdan bitirib beryapmiz. Ustakalarimiz hamma narsasi bilan boradi. Oziq-ovqatni qilib berilsa bo'ldi. Ko'rishlar mumkin, juda chiroyli chiqqan. Sho'r yechimi topildi. Endi o'ylanishda hojati yo'q. Sho'r bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib o'rasizlar. Borib ustanovka qilib, chiroyli ko'rinishda keltirib beramiz.